Yoshligimda maktabimni portlatib yuborishni orzu qilardim. Mana va nihoyat orzuyimga yetib maktab portlatyapman. Bu Isroil askarining G'azodagi maktablarni portlatishdan oldin aytgan so'zlaridir. Tinglaymiz. בילדותי תמיד חלמתי לפוצץ את הבית ספר שלי. היום אני מפוצץ בית ספר. BMTning urush jinoyatlari bo'yicha tergovchilari o'z xulosalarida bu isroillik askar G'azo maktabini portlatish bolalikdagi orzusining amalga oshishi deb ta'riflagani keltiriladi. BMT tergov komissiyasiga ko'ra, Isroil kuchlari G'azodagi 564 ta maktab binosidan 459 tasiga zarba bergani, ya'ni ularning 97% shikastlangani yoki vayron bo'lganini va 668 mingdan ortiq bolalar hozirda maktabga bora olmayotgani ta'kidlangan. Urush jinoyatlarini o'z qo'llari bilan hujjatlashtirayotgan va ularni oqlab kelayotganlarni nima deb atash mumkin?